Qancha kutdinglar o'chirtdi? Yarim soat. Yarim soati. Stoyitmi yarim soatda? Stoyit. Gapga mana. O'tgan yili ham xuddi mana shu ukam bilan kelgan edik shu yerga. Bugun ham an'analarga sodiq qolgan holda xullas oshga keldi. Bu oshning nomi chempion osh. Chempionligining sababi chunki chempion. Hech kim bunaqa osh qilmaydi. Komil akamlar aytdim-ku, oshpazlarning ichida Ronaldo hisoblanadilar. Bu bizadagi to'y oshini hozirchalik eng zo'r hisoblanadi. Odamning ko'pligini qaranglar, mana bu yoqda odam, orqada odam, tashqarida odam, o'chirib bitkom. Mazasini ko'ramiz hozir. Qani, bularda go'sht ayashmaydi. Двойной desanglar двойной, тройной desanglar тройной. Cho'ntay pozvoryat qilsa bo'ldi. Qani. Bismillah. Bularda rostlam oshib yorvorishadi. Qanaqa zo'r ekanmi ukam? Zo'r ekan. Ayniqsa shuncha payt kutgandan keyin poyash zo'r ketsa kerak. Xullas biz ichkariga kirdik, qaraylik. Bitta qozon, ikkita qozon, uchta qozon. Bu yoqda 4 ta, 5 ta, 6 ta qozon. 6 ta qozon, a? 6 ta qozon. Gap yo'q lekin. 6 ta qozon tak 3 soat ichida sotib bo'linadi, shunaqami? 1 soatda 150 kilo osh sotishibdi. Gap yo'q. 150 kilo dedingiz, a? 150. 1 kilo, 1 soatda 150 kilo osh. Rekord.